Assalomu alaykum. Ilmiy texnik axborot markazi tomonidan tayyorlangan sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy va innovatsion ishlanmalar bo'yicha dayjest xabarlarini e'tiboringizga havola etamiz. Alibaba o'zining aqlli ko'zoynagini taqdim etdi. Xitoyning Alibaba Group kompaniyasi sun'iy intellektga asoslangan o'zining ilk aqlli ko'zoynagi Quar AI Glasses ni taqdim etdi. Qurilma ikkita modelda S1 va yengil J1 ko'rinishda taqdim etilgan. Ma'lum bo'lishicha, ko'zoynaklar foydalanuvchilarga real vaqt tarjimasi, savollarga javob berish, qo'lsiz boshqaruv, to'lovlar va navigatsiya funksiyalarini taklif qilishi bilan ajralib turadi. S1 modeli Snapdragon AI1 protsessor bilan jihozlangan bo'lib, narxi 3799 yuandan boshlanadi. Yangi Quark AI Glasses bozorda Meta, Ray-Ban hamda Xitoyning Xiaomi va Rocket kompaniyalarida ishlab chiqarilgan aqlli ko'zoynaklarga raqobatchi sifatida ko'rilmoqda. Pavel Durov maxfiylikka asoslangan sun'iy intellekt tarmog'ini namoyish etdi. Telegram asoschisi Pavel Durov Cocoon nomli yangi sun'iy intellekt infratuzilmani ishga tushirdi. Uning asosiy o'ziga xosligi sun'iy intellektga yuborilgan so'rovlar markaziy serverlar orqali emas, balki to'g'ridan-to'g'ri ulanadigan tarmoq orqali qayta ishlanishi, ya'ni ma'lumotlarning boshqa provayderlarga saqlanmasligidir. Bu yondashuv odatda bulutli xizmatlardan farq qiladi. Cocoon sun'iy intellekt hisoblashlarini tarqatilgan shaklda amalga oshirilib, foydalanuvchi ma'lumotlarni ustidan tashqi nazorat ehtimolini kamaytiradi. Durovning ta'kidlashicha, Cocoon ishlab chiqaruvchilarga sun'iy intellektdan foydalanishda mustaqil infratuzilma taklif qilishi, bu esa maxfiylik va narx borasida yangi alternativani shakllantirishi mumkin. Qayd etilishicha, Telegramda avtomatik tarjima bilan bog'liq ayrim operatsiyalar allaqachon Cocoon orqali sinov tariqasida bajarilmoqda. OpenAI maktab o'qituvchilari uchun sun'iy intellekt platformasini ishga tushirdi. OpenAI ta'lim sohasi uchun maxsus ishlab chiqarilgan yangi xizmat ChatGPT for Teachers ni taqdim etdi. Platformaning asosiy o'ziga xosligi shundaki, o'qituvchilarga dars rejasini yaratish, test va topshiriqlarni tayyorlash, maktab mavzularini soddalashtirib, tushuntirish va o'quvchilarga moslashtirilgan materiallarni shakllantirishga sun'iy intellekt yordamida qulay va xavfsiz tarzda foydalanish imkonini beradi. Yangi yondashuv an'anaviy AI assistentlardan farq qiladi. ChatGPT for Teachers ni ta'lim jarayonida qayta ishlanadigan ma'lumotlar xavfsizligini oshirishga qaratilgan bo'lib, o'quvchi yoki maktabga tegishli ma'lumotlar tashqi modelni o'qitishga qo'llanilmaydi. OpenAI ta'kidlashicha, platforma o'qituvchilarga shaxsiy yordamchi sifatida xizmat qilib, vaqtni tejash va dars jarayonini soddalashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.